Assalomu alaykum, biz ko'rib borayotgan do'stlar. Bu galgi mana obyektimizdagi hop romligimiz eni 243 ga, bo'yi 204 lik romlikdan bo'lgan. Hop, zolotoy dub, qanotlari balkon qanot bo'lgan. Ikkita tomoniga usilenniy ustun titramasligi uchun qo'yilgan va ikkita tomoni derazali kichkina ochilishli. Sababi bu tashqari holatda mana shu yerda romlik bor xolos, ichkarida deraza porchkalari yo'q. Shuni hisobida o'zini hop, ikkala tomoni ochiladi, ham eshigi bor. Eshigimizda qanoti o'sha belkon qanot hisoblangan. Hop, bu 9,5 lik profil, stenkasi ham qalin bo'ladi. Oynasi 2 qavat. Oynasi Forza degan oynadan tabiiy yorug'likni ichkariga o'tkazadi. Ichkaridan ko'cha ko'rinadi. Lekin bu tomondan ichkari ko'rinmaydi. 75% ushab tura oladi, o'sha ichkarini ko'rsatmaslik uchun. Masalan, yaqin kelib turib qarasangiz, ichkari ko'rinishi mumkin, o'ta yaqin. 75%, unaqa 100% lik emas. Hop, bu yo'doy oynagimizdan ko'ra ichkarini ham salqin qilib beradi, ham o'sha ko'rsatmay turadigan holatda. Eshigimiz ikki qanotli ochilish. Uyda ichi katta bo'lgani uchun ikki qanotli ochilish qilingan. Bu yerdan ancha-muncha narsa o'tib, mebellar o'tkazib qo'ysa bo'ladi. Ichkaridagi holatni ko'rsatamiz. Ichkaridagi holati uzoqroqdan olaverasiz, yaxshiroq ko'rinsa. Hop, masalan, svitni mana o'chirsak, tabiiy yorug'lik xonada bor. Ko'rib turgan xonalaringizda tabiiy yorug'lik bor. Tashqari shumlarni rosa mahkam ushlagan, ikki qavatli oyna bo'lgani uchun buni ikkita tomoni ochilish. Mana bu tomoni ochilish. Buni summasini 4,600,000 so'm mana shu holatiga o'rnatganmiz. Sababi bu o'zimni uyim, akamni xonasiga qilingan bu yer. Xullas, o'zimizda hisobimizda o'zimiz yerimiz bo'lgani uchun 4,600,000 ga holat bo'lib chiqdi. Mana shunday holat. Forza degan oynagimizda endi qulayligi ichkaridagi holatni ko'rinmaydi. Masalan, baland uylaringizga qo'yishingiz mumkin. Ikki etajli uylarni ikkinchi etajiga qo'ysangiz, qanaqadir oynani ochib qo'ygan holatda ham tabiiy yorug'likni o'tkazadi, lekin ichkaridagi insonlarni ko'rsatmaydi. Hozir tashqaridagi inson bizni umuman ko'rgani yo'q. Chunki Forza shu 75%, 80% ham desa bo'ladi, aks qaytaruvchi. O'ngtesi bor buni to'g'ri qo'yishga bog'liq. Endi teskari qo'yib qo'ysa, uyni ichini ko'raverasiz, uyni ichidan ari ko'rmaydigan bo'ladi. Xullas, o'ngtesi bor bu oynani qo'ymoqchi bo'lganlar, o'shasiga e'tibor bersin. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling. Shuni ko'rsatmoqchi edik sizga.